Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men bahaybat golem ichida aholilar uchun ferma quraman. Lekin qurilish boshlashdan oldin birinchi ozuqa to'plab olishimiz kerak. Mana biz ozuqa to'plab oldik. Jin ursin, sizlar quyoshdan himoya qiluvchi krem surtib yuringlar. Oldingi qismda men ajdarxoni o'ldirib, uning tuxumini bu yerga olib keldim. Shuningdek, mening do'stim Laganda ham mana bu yerga qurilma qurib ketdi. Sizlar aytishingiz mumkin, nima uchun hali ham menda qanotlar yo'q? Men ham olishni xohlayman, lekin menda anchagina muammo bor. Yo'q, sizlar invertarimga bir qaranglar. Men kambag'allarning kambag'aliman. Zirhli kiyimim ham deyarli buzilay deb qoldi. Men sizlar yozgan barcha kommentariyani o'qib chiqdim. Hayron bo'lyapsizmi? Ha, men sizlarning kommentariyalaringizni o'qiyman. Birinchi navbatda biz qishloq topishimiz kerak. Lekin men bu yaqin atrofda hech qanday qishloq ko'rmadim. Shuning uchun bu meni anchagina vaqtimni yesa kerak. Shu yaqin atrofni ko'zdan kechirib chiqamiz. Voy! La'nati, tirik qoldimi? Jin ursin, men tezroq tushadi deb o'ylagandim. Yo, tavba. Demak, bu sigirning omadi bor ekan. Jin ursin, uni suv oqimi tortib ketyapti. Afsus oshna, biz seni boshqa ko'ra olmaymiz. Sen u yerda suv osti sigirlari bilan tanishasan. Do'stlar, qaranglar nima topib oldim. Demak, shu yaqin atrofda qishloq bor. Lekin men hech qachon bosqinchilik bo'lgan joyga aralashmaganman. Qo'yli, ular g'orga kiradigan yo'l taxlab qo'yganmi? Yo'q, tvoy matri boji. Tanishganimdan xursandman oshna. Oshna, men yaxshilik tarafdoriman. Men shunchaki bu yaqin atrofda qishloq bormi yoki yo'qmi shuni so'ragani keldim. Menimcha uning xaritasi bor edi. Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Sabzi, kartoshka. Kel, sen bilan o'yin o'ynaymiz. Kim yaxshi otarkin? Balkim qishloq mana bu tog'larning ustidadir. Yo'q, bu yerda emas. U yerda yana bir minora bor ekan. Ularni muzlik biomada bo'ladi deb o'ylamagandim. Do'stlar, menimcha men Everest tog'ini topdim. Chunki tog' juda ham baland ekan. Menimcha u yerda g'or ham bor. U yerni tekshirmasak bo'lmaydi. Men mana bu sandiqdagi barcha buyumlarni olgandan so'ng deb o'ylasam, ichida hech narsa yo'q ekan. Xo'sh, men tog'ga ko'tarilyapman. Qishloqmi? Mana bu menga yoqib boryapti. Lekin bu yer chiroyli ekan. Xo'sh, bu yerda qishloq bor ekan, demak u yerni tekshirish kerak. Bu yerda faqat ikkita uy bor ekan. Jin ursin, ko'rmagan ekanman, barcha uylar pastda ekan. Menimcha bu yerdagi qishloq aholisi muzlab qolgan. Chunki men bu yerda bitta ham qishloq aholisini ko'rmayapman. Jin ursin, qishloq aholilariga nima bo'lgan ekan? O'zi zo'rg'a bitta qishloq topgan edim, uni ham aholisi muzlab qolgan ekan. Narigi tomonda yana qishloq bormi? Men u yerga tushishimdan oldin ozgina bug'doy olamiz. Albatta men bulardan so'radim. Ular menga javob bermadi, chunki muzlab qolgan ekan. Mana qayerda ekansizlar? U yerda nima qilyapsan? Menimcha majlis bo'lyapti. Men nariga qishloqqa tushaman, chunki u yerdan qishloq aholisini uyga olib ketish osonroq. Bu yerda hech bo'lmasa suv bor ekan. Atrofni aylanib o'tish uchun joy bormi ekan? Chunki qanday qilibdir uyga o'tishim kerak. Mayli. Tushunmadim. Bu yana nima balo? Minecraft g'alati o'yinda. Chunki mana bularni qo'li egrimi nima balo? Xo'sh, okeanning atrofini aylanib chiqish yo'lini qidiramiz. Men o'ylaymanki, chiqish yo'li bor. 15 daqiqa izlanishdan keyin men uyimni topdim. Yaxshi, bu yaxshi yangilik. Men barglardan qurgan devorni topdimmi, demak chiqish yo'li bor. Mana endi qishloqqa qaytib, qishloq aholilarini okean orqali uyga olib kelishim kerak. Men uzoqroqda yana bir qishloqni topdim. Lekin bu mening uyimdan uzoqroq ekan. Balki men u yerga sharshara qursammikin? Mana shu sharshara orqali pastga tushib kelishadi. Bu juda ham qiziq bo'lsa kerak. Xo'sh, bulardan ham ozgina bug'doy o'g'irlaymiz. Do'stlar, biz qasddan o'g'irlik qilmayapmiz. Biz halol yo'l bilan o'g'irlayapmiz. Mana bu yerda sharshara bor ekan. Tushunmadim, nimaga tikilib turibdi bu? Menga e'tibor berma. La'nat, sen bizni bug'doyni o'g'irlayapsan. Xo'sh, kelinglar, mana bu yerga sharshara quramiz. Chunki bu yerdan tushayotgan suv to'g'ri okeanga borib qo'shilishi kerak. Chunki bu ishimni yengillashtiradi. Yaxshi bo'lardi agar qishloq aholilari mana shu sharshara orqali meni qayig'imga o'tirsa. Sizlar ham shuni o'yladingizmi? Xo'sh, o'ylaymanki bu ish beradi. Hey bola, obaki dondan yeb. Bizda aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Kel, men seni o'zim sayohatga olib chiqaman. Jin ursin, mana endi mana bu yerdan tushib bilmayapman. Yarim santimetrgina menga xalaqit beryapti. Jin ursin. Qani, mana endi olg'a. Mana endi bola meni mahkamroq ushla. Hozir sharsharadan pastga tushamiz. Qani olg'a. Yo xudoyim, la'nati, biz tezlashib ketyapmizmi? Lekin biz faqat to'g'riga tushishimiz kerak. Jin ursin, ko'nglim ayniyapti. Hech qisi yo'q oshna, sabr qil, lekin mening rejam ish berdi. Biz uddaladik. Bu men o'ylaganimdan ham yaxshiroq bo'ldi. Xo'sh, bolakay, xursandmisan? Men hech qachon. Demak, sen xursand ekansan. Xavotir olma bolakay. Biz hozir uyga qaytamiz. La'nati, kichkitoy qayerga g'oyib bo'ldi? Tushunmadim, u g'oyib bo'ldimi? Sal qolsa yuragim chiqay dedi.
Oy, men seni sayr qildirmoqchiman. Menga kerak emas sayr qildirganing. Yo'q, kerak emas. Meni oyog'im og'riyapti. O'chirib o'zingni biladi. Oshna, seni pechenyelar armiyasiga olib boraman. Har ehtimolga qarshi yana bittasini olamiz va yana bir marta sharsharadan tushamiz. Kerak emas, meni qo'ying o'ringlar bo'ydoq. Qani tusha qol, yetib keldik. Menimcha menga 3 ta aholi yetsa kerak. Qishloq aholilari ko'payishi uchun molxona quramiz. Do'stlar, sizlar obuna bo'lganmisizlar? Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'linglar. Agar obuna bo'lsangiz 1 yil ichida 2 million bo'lishimiz mumkin. Buni sizlarga o'rgatishim shart emas-ku. Mana aholilar ko'payish markazi ham tayyor. Mana endi ikkovini molxonaga qo'yib berish kerak. Qani ahmoqlar, tepaga chiqinglar. Bo'la qolinglar, men sizlarga ishonaman. Endi birozgina kutamiz. Sizlar esa bemalol nonushta qilaveringlar. O, qo'yil, bola dunyoga kelibdimi? Yer la'nati zombi. Mana endi bizda bitta, ikkita bola ekan. 1 daqiqa. 3 ta aholi bor, lekin 2 ta bola bor. Qiziq. Menda bir savol bor. Ha, mayli. Lekin bu ish beryapti. Mana endi ular o'z ishini qilaverishsin. Chunki menga juda ham ko'p aholi kerak. Men ta'mirlash kitobini olishim kerak. Kelinglar, vaqtdan unumli foydalanamiz. Bugungi omadli ishtirokchimizni barglar bilan yasalgan devorga yozamiz. Keyingi qismda men 2 ta omadli ishtirokchini tanlayman. Uning uchun mening Instagram profilimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, barcha aholilar katta bo'libdi. Xo'sh, mana bu yerga minbar o'rnatamiz va pechenyelarga shon-sharaflar aytamiz. Xo'sh, qani kim birinchi bo'lmoqchi? Men sizlarga kravat beraman, oziq-ovqat bilan ta'minlayman. Qani Rizvon bo'la qol, birinchi sen. Yo'qolay. 1 tiyinga qimmatsanlar. Bo'lmasam ishni boshlanglar. Ish desam hammasi yotib oladi. Bu yerda olovli tomon bor ekan. Buni o'z qilichimga qo'shsammikin? Ha, shunday qilaman. Men zumrad olishim uchun mana bu aholilar bilan savdo-sotiq qilishim kerak. Yaxshiyamki bambuk bu yerda ko'p ekan. Hozir men bularni terib olaman. Men junglidan uzr so'rayman bambuklarni olayotganim uchun. Qani bo'la qolinglar, menga zumrad kerak. Jin ursin, shuncha bambuk terganimdan keyin 16 dona zumrad oldimmi? Jin ursin, men o'ylagandimki 20 tadan ziyod bo'ladi deb. Xo'sh, hozircha olovli sehrlashni to'xtatamiz. Barchamizning xayollarimiz pechenye tayyorlashga bo'lsin. Uzr oshna, uzr. Jin ursin, men 20 daqiqa qiynalganimdan so'ng va nihoyat bir nechta buyumlarni ta'mirladim. Ishonaveringlar, juda ham qiyin bo'ldi. 20 ta zumrad, yaxshi, yomon emas. Men bular bilan savdo-sotiq qilishim kerak. Meni zumradlarim bitta sehrlashga yetar ekan. Qo'yil. Do'stlar, biz ta'mirlash sehrini oldik. Balki mana bu qishloq aholisini zombiga aylantirarman. Ular bilan savdo-sotiq qilish menga arzonroqqa tushardi. Bu juda ham qiyin. Bo'lmasam bambuk terishni davom etamiz. Hech bo'lmasam yana 8 dona zumrad kerak. Topdim, bittasini chuqurga joylab qo'yaman. Mana bularni esa zombiga aylantiraman. Bu juda ham qiziq va quvonarli bo'ladi. Keyin bular bilan arzonroqqa savdo-sotiq qilaman. Mana endi bu yerga zombini boshlab kelish kerak. Mana bu barzangi bizga xalaqit bermasligi uchun okeanga uloqtiramiz. Menimcha suzishni bilsa kerak. Mana endi yarim tun bo'lishini xohlayman. Endi borib zombi izlaymiz. Mana bu temir golem bizga xalaqit bermaydi deb o'ylayman. Uni o'ldirganim yaxshi. Uzr oshna, menga turq tarovating yoqmadi. U yerda bitta zombi bor ekan, lekin golemlar kerak emas. Qani to'g'ri qilyapsan, bu yoqqa kel. Qani mana bu yerga sakrachi? Yaxshi zombi. Mana endi borib qurbonni tishla. Uzr qurbon, sen men uchun qurbon bo'lishing kerak. Jin ursin, qochib ketdi. Bu yerdan uzoqroq ketsak balkim sehr jodu ish berar. Balkim bu gapni keyingi qismda aytsam yaxshi edimi? Zombi va oddiy aholi qo'shilishi bu ham bir sehr. Va nihoyat biz uni tutdik. Mana endi qurbon ham zombi. Mana endi qurbon shu yerga qoladi. Olib kelgan zombini o'ldiramiz, chunki u bizga kerak emas. Uzr oshna. Qurbon, men uni o'ldirishim kerak. Mana bo'ldi. Jin ursin, la'natlar, bular qayerdan paydo bo'ldi? Menga bunchalik zombi kerak emas edi. Men birinchi marta ko'ryapman bu yerga zombilarni bostirib kelishini. Tushunmadim, Creeper nima qilyapti? Xo'sh, menga o'rgimchak ko'zlari kerak. Nima gap oshna? Bu yerda ikkita ekan. Menga sening bitta ko'zing kerak. Mana endi zudlik bilan bu yerdan qochib borib uxlaymiz. Xo'sh, mana endi damlama tayyorlaymiz. Birinchi navbat bizga shakar kerak bo'ladi, keyin esa kulrang zamburug'. Xo'sh, kulrang zamburuqni oldik. Mana endi bizga shisha kerak bo'ladi. Men bu yaqinga hali shisha tayyorlamagan ekanman. Chunki deyarli 5 yoki 6 qism o'tib ketdi. Ozgina qum olamiz va uni kuydiramiz. Mana endi bizga alanga tayoqchalari kerak bo'ladi. Jin ursin, anchagina olibman-ku. Qoyil, zaiflik damlamasi. Mana endi bizga olma kerak bo'ladi. Jin ursin, menda hattoki olma ham yo'q.
Jin ursin, olmani bir martaga topaman deb o'ylagandim. Agar daraxtni tagidan kessam, balkim olma tushar. Daraxtlarni birin-ketin barglarini tergandan ko'ra. Jin ursin, bog'ni yarmini chopdim, olmadan darak ham yo'q. Olmalarni terib ketganlarmi nima balo? Jin ursin, bunaqada daraxtlar tugaydi, lekin olma chiqmayapti. Alo. Bironta olma javob bermaydi. Menga dadam aytgan edilar, bitta olma yesang koni foyda deb. Yaxshi, men bitta olma yeyman, lekin la'nati 2 soatdan beri olma qidiryapman. Iltimos, menga faqatgina bitta olma kerak. Jin ursin, menda bitta olma bor edi, lekin men uni laganda uchun ishlatganman. To'g'risini aytsam, balkim menda tillodan bo'lgan olma bo'lishi ham mumkin. Agar menda sizlar ham daraxtda qizil rangni ko'ryapsizlarmi? Menimcha tomim ketyapti. Balkim invertorda tillodan bo'lgan olma bo'lishi ham mumkin. La'nati. Agar men mana shu olmani olsam, meni anchagina vaqtim tejaladi. Hoy, qurbon, men keldim. Hoy, tirikmisan? Xayriyat, tirik ekan. Sen yaxshiroq o'lganing yo'q, shuning uchun oxirgacha ko'milmagansan. Mana buni olginda tezroq ye. Tushunmadim, nima balo, sovuq yeyaptimi? Mana endi yangilik bo'lishini kutamiz. Va nihoyat qurbon o'z holiga qaytdi. Ko'raylikchi, qurbon oxirgacha tuzalganmikin? Qani yaqinroq kel, qurbon. Qoyil, mana arzonga savdo sotiq qilsa bo'lar ekan-ku. Mana bu meni yashash tarzimni yengillashtiradi. Mana endi seni oxirgacha ko'maman. Mana endi qurbonni qolganlar oldiga qo'shib qo'yamiz. Qani bo'la qol, qurbon, chiqa qol. Chiq degandan keyin chiqda, nima bo'lo, alohida taklifnoma kerakmi senga? Mana endi menga ko'proq zumrad kerak bo'ladi. Va nihoyat bizda ta'mirlash bor. Mana endi olg'a do'stlar. Mana endi bularni barchasini ta'mirlaymiz. O'zi ham ayni vaqtiga kelibman-da. Chunki meni barcha buyumlarim mana shu yerda. Xo'sh, mana bu oxirgisini ham ta'mirlaymiz. Bo'ldi, ajoyib natija. Biz barchasini ta'mirladik. Mana endi bu aholilarni bir nima qilish kerak, chunki ular menga endi kerak emas. Nima deb o'ylaysizlar? Balkim ularni qo'yib yuborsammikin? Mayli, ularni ozod qilaman. Bir o'zlari yashab ko'rishsinchi, qani yashabilarmikin? Shunday qilaman. Ularni barchasini ozod qilaman. Yo do'stlar, men bunday qila olmayman. Kelinglar, men ular uchun bir uy qurib beraman. Menda ajoyib g'oya bor. Birinchi navbat resurslarni to'playmiz. Oldin zirhli kiyimlarimni ta'mirlaymiz. Mana bu boshqa gap. Men aholilar uchun uy qurmoqchiman. Uning uchun menga ko'proq resurs kerak bo'ladi. Bu juda ham ko'p blok degani. Uning uchun men 30 ta har xil bloklardan terishim kerak. Men har xil turdagi bloklarni olaman. Betonlik, yunglik va suyaklik. Bu resurslarni yig'ishim uchun men anchagina sayohat qilishimga to'g'ri keladi. Men o'ylaymanki, bu izlanishlarim shunga arziydi. Chunki men uyni chiroyli qilib qurmoqchiman. Mana endi resurslarni to'plash uchun videoni montaj qilsa ham bo'ladi. Xo'sh, biz anchagina muddat terrakota terdik. Mana endi yo'lni davom etamiz. Endi esa menga ko'proq beton kerak bo'ladi. Buning uchun menga qum va shag'al kerak. Yaxshiyamki mana bu g'alati joyda qum ko'p ekan. To'g'risi ham-da, do'stlar, qaranglar, qanday g'alati joy qumlar uchun, to'g'rimi? Qani tupurib ko'raylikchi. Yo'q xudoyim. Va nihoyat chiqib oldim. Mana endi qum terishni boshlaymiz. Ko'raylikchi, bu yerdan o'rgimchak chiqarmikan? Shunday yomon ko'raman o'rgimchaklarni. Jin ursin, Minecraftdan qumlarni anchaginasini olib tashlashgani yomon bo'ldi-da. Mana endi qum izlash ham muammo bo'lyapti. Mana endi qum izlash uchun suvning ichiga kirishga to'g'ri keladi. Bunday taklifni Minecraft o'yinida kim bergan o'zi, men buni bilmayman. Uni ishdan bo'shatish kerak. Xo'sh, ularni mana shu yerga qo'yamiz. Mana endi menga shag'al kerak. Topdim. Menimcha u yer shag'al izlash uchun ajoyib joy. Xo'sh, mana anchagina katta joy ekan. Yo'q doim. Jin ursin, bu yerda shag'al yo'q ekan. Minecraftning 1.18 versiyasida qum topishdan ko'ra shag'al topish anchagina osonroq. Jin ursin, sizlarga shag'alni o'zi nima keragi bor? Lekin Minecraft, senga qoyil qoldim. Mana endi menga kaktus kerak. Minecraftdan cho'llarni ham olib tashlashgan. Mana endi kaktusni qayerda izlaymiz? Bu qurilma uchun menga yashil kraskalar kerak bo'ladi. Lekin ularni qayerdan izlayman bilmadim. Gullar. Menimcha bular menga kerak bo'ladi. Qo'ylar, ularning ham yungi menga kerak. Xo'sh, uzr oshna, lekin menga sening yunging kerak. Bitta qo'y o'ldirsam, bitta yung bo'ladi. Bitta yung bo'lsa ham yomon emas, yo'qdan ko'ra bor.
Ha, mana endi menga qanotlar yetmayapti-da. Ertalab yugurishdan ko'ra Minecraftga yugurish anchagina osonroq. Menga ayni mana shu kerak edi. Shoshma, menga mana shu qo'y yoqib qoldi. Xush, uni mana shu yerga qo'yaman. Mana bu yerga esa bular la'nati. Uzr. Shoshma, men bilmasdan urib yubordim. Men kelgunimcha yo'qolib qolmasmikin? Jin ursin, qo'y qidirish ham anchagina vaqtimni oldi. Shuning uchun tezgina ferma qurib olaman. Birinchi navbat tayyor bo'lgan bug'doylarni terib olamiz. Men doim pechenya uchun vaqt ajrata olmayapman. Chunki mening fikr-xayolim faqatgina qurilishda. Lekin birinchi navbatda qurilishni tugatib olishim kerak. Pechenya keyin. Mana endi ishga kirishgan holda boshlaymiz. U yerda yana bormi? Qani, mah. Yana bor ekan. Ularni barchasini terib olish kerak. Mana menda qo'ylar galasi bor. Ularga sayusxona qurdik. Mana endi ularni ko'paytirish kerak. Mana bizda kichkina qo'chqorchalar bor. Mana men o'zimga kerakli bo'lgan bloklarni oldim. Mana endi yashil va qora rangli kraskalarni topish kerak. Xush, 8 oyoqlar qayerda ekan? Mana endi kaktus izlaymiz, lekin ularni qayerda ekanligini bilmayman. Mana kaktuslar. Ular qizil qumda ham o'sadimi? Mana bu cho'l biomasimi? Yo toba, cho'l zonasi hali ham bormi? Nima bo'la, shu paytgacha men buni bilmaganmanmi? Axir men bu yerdan oldin ham o'tganman-ku. Men mana shu seriyada nima degan bo'lsam, barchasini unutinglar. Chunki meni kallam ishlamaydi. Mana endi menda qurilish qilish uchun barcha buyumlar bor. Menga yana ozgina qo'y yungi kerak. Shuning uchun meni kechirasizlar. Men tayyorman. Videoni kuzatishda davom etinglar. Biz boshladik. Biz barcha materiallarni oldik. Mana endi qurilishni boshlaymiz. Birinchi navbatda men mana bu junglini tekislashim kerak. Shuning uchun meni kechirasizlar. Bu yerdagi barcha daraxtlarni yo'q qilish kerak. Mana daraxtlarni ko'ryapsizlarmi? Hozir bu yo'q bo'ladi. Mana. Men yaxshi montajyor emasman. Mayli, hech qisi yo'q. Mana endi temir golemni qurishni boshlaymiz. Bu qurilish men uchun anchagina qiyinroq bo'ladi, chunki temir golem juda ham nozik ishlangan. Shuning uchun barcha qishloq aholisi uning boshining ichiga yashaydi. Qishloq aholilarining bolalari esa uning og'zini ichiga yashaydi. Xullas meni tushundingiz. To'g'ri, bu oson bo'lmaydi, lekin men harakat qilaman. Jin ursin, rasvo bo'ldi-ku. Jin ursin, shunaqa ham katta bo'ladimi? Men 1 blok bo'ladi deb o'ylagandim, lekin ular 2 blokdan ekan. Bu men uchun anchagina qiyin bo'ladi. Yana rasvo bo'ldi. La'nati, nima bo'lyapti o'zi menga? Xo'sh, mana deyarli tayyor bo'ldi. Shunaqa ham qiyin bo'ladimi? Menimcha yomon emas, to'g'rimi? Lekin bu umuman temir golemga o'xshamaydi. Hozircha yomon ketmayapti. Men nima qurayotganimni sizlar hali ham payqamagan bo'lsangiz kerak. Hozir men sizlarni boshqa kameraga ulayman. Pastga tushib olamiz. Xo'sh, do'stlar, temir golemga o'xshayaptimi? Mana bu bahaybat osilib turgan narsani ko'ryapsizlarmi? Bu uning burni. Hozir uni boshini quryapman, lekin tanasi deyarli tayyor. Men ozgina yung qo'shdim, lekin hali qo'lini tayyorlashim kerak. Hozir ko'rib turganingizdan anchagina kattaroq bo'ladi bu. Keyin esa uni orqasini tayyorlaymiz. Bu oson bo'lmaydi. Lekin hozircha yomon ketmayapti. Xo'sh, yuzi tayyor bo'ldi. Kelinglar, yuzini ko'ramiz. Mana men sizlarga aytgan temir golem va uning temir yuzi. Yo'qolay, sen bu yerda nima qilyapsan? Bu yerdan 2 eshagingni ham olib ket. Meni eshaklarimga til tekkizma. Yo'qolay, eshaging bilan. Nima qilyapsan? Hozir meni eshagimni o'ldirasan. Yurursan, sen meni eshagimni o'ldirding. Ammo la'nati. Idi. Xo'sh, hozircha yomon ketmayapti. Men deyarli gavdasini tugatdim. Faqatgina boshi va yuqori qavat qoldi. Do'stlar, men sizlarga o'rgatishim shart emas. Buni o'zingiz ham bilasiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozishni unutmang.
Va nihoyat men tugatdim. Mana sizlarga bahaybat temir golem. Uning ichida mening aholim yashaydi. Bunga men o'ylaganimdan ham ko'ra ko'proq vaqtim ketdi. Agar uni yon tomonlarini aylanib ko'radigan bo'lsangiz, men barcha burchak, barcha qirralarni bitirib tugatdim. Lekin orqa tomoniga uncha ham ko'p vaqtimni sarflamadim. Chunki bu shart emas. Lekin yuqori qavati tayyor. Tushunmadim, ichkarida moblarning ovozi eshitilyaptimi? Alo? Jin ursa, meni spawnerimdan tushadigan moblardan ko'ra bu yerda moblar ko'p ekan. Ha, bu spawnerdan ham yaxshiroq ekan-ku. Bo'ldi do'stlar, konsert tugadi, yo'qolinglar. Mana endi qishloq aholisini golemning ichiga tiqish kerak. Golemning boshida ferma bo'ladi. Bu yerda aholilar ko'payishadi. Kichik aholilar golemning boshiga tug'iladi, lekin og'ziga tushadi. Kichkintoy aholilar mana shu yerga tug'ilishadi, lekin ular burun orqali tushib ketishadi. Lekin men kichkina aholilarni mana bu yerga qanday qildir keltirishim kerak. Mana shunga meni boshim qotib qoldi. Men mana bu yerni oddiygina beton qilib qo'yibman-ku. Abbo, lekin yomon chiqmadi, to'g'rimi? Mana endi tezgina fermani qurib olamiz. Mana ferma. Mana endi bu yerga qanday qilib bo'lmasin kichkintoylarni joylashtirishim kerak. Balkim ular oqim orqali oqib kelishar. Kattalari mana bu blokka boshlarini urib olishlari mumkin. Lekin kichkina aholilar bemalol o'tishadi. Mana tayyor. Meni ishonchim komil emas. Kichkintoy aholi bir blokka sig'ishiga. Agar u sig'sa, demak u juda ham kichkina. O'ylaymanki, kichkintoy aholilar sig'adi. Mana endi shisha tayyorlaymiz. Men kommentariyani ba'zilarini o'qib chiqdim. Sizlar aytishingizcha olovli tayoqchalarni yoqilg'i sifatida ishlatish kerak ekan. Men o'ylaymanki, bu ish beradi. Mana endi ularni mana bu yerga o'tirg'izamiz. Qani, birin-ketin aravachaga o'tiringlar. Qoyil. Bittasi ketdi. Jin ursin, buni semiz ekan. Oshna, sen yangi uyga ko'chib kelding. Mana endi sen fermersan. Mana sizlardan 2 kishi bo'ldi. Mana endi svidaniya bilan bola qilinglar. Do'stlar, mana endi mana buni yuqorisi bilan shug'ullanamiz. Bo'ldi, tayyor. Jin ursin, mana bu nuqta menga yoqmayapti. Bu og'izga ham o'xshamaydi, tilga ham o'xshamaydi. Ha, mayli, uni shunday qoldiramiz. Kutaylikchi, balkim uning og'zidan kichkintoy qishloq aholisi tushar. Agar u bunchalik balandlikdan tushib yiqilib o'lmasa, har ehtimolga qarshi bu yerga bir chelak suv to'kamiz. Jin ursin, kichkintoy qishloq aholisi. Tug'ilding bugun sen, bolajonim. Demak, seni ismingni Ravshan deb qo'yamiz. Mana endi Ravshanjon, sen dunyo kezishing kerak. Menimcha biz butun Minecraft tarixidagi qishloq aholilari uchun ajoyib uy qurib berdik. Ular hali ham tug'ilishda davom etyapti. Videoni